Assalomu alaykum qadrdonlarim. Bugun men sizlar bilan aglonema gulini ekib ko'rsatmoqchiman. O'zimning bor tajribam va bilimim bilan sizlar bilan ham ko'rishmoqchiman. Aglonemani bu kichkina sorti. Aglonemani ikki xil sorti bor. Endi aglonema turiga mansub juda ham ko'p xillari bor. Menda bori ikki xil aglonema golland sorti va mana shu sortdan bor. Bittagina tavsiya kiritmoqchiman. Shu qatorda gullarni xohlagan boshqa gullaringizni bozordan olib kelgan, paringdan olib kelgan gullaringizni uyga olib kelib, uy iqlimiga bir hafta o'rgatishlaringiz kerak. Uy havosiga, uy iqlimiga, uy sharoitiga o'rgatib, keyin boshqa tuvakka olishlaringizni tavsiya beraman. Hech qachon gullaringizni o'sha tuvagida, eski tuvagida qoldirmangizlar. Eng yaxshi gulim mana shu meni. Oysha xonim. Doim gul ekkanimda yonimga kelib turolayotgan bu Oysha xonim sizlar bilan tanishtirmoqchiman. Bu meni 6-farzandim, 6-qizim ya'niki. Hozir gulda penoplast, tosh hech narsa solmayman, chunki kam-kam suv quyib borishni bilaman. Sizlarga tavsiyam endi yangi gulda o'rganayotgan insonlar penoplastma yoki tosh o'rniga tosh qo'yishlaringizni tavsiya beraman, chunki sizlar hali gulga qancha suv berishni miqdorini bilmaysizlar. Gulda kichkina tuvakni tavsiya beraman. Kichkina tuvakda olganingizda gullaringiz yaxshi rivojlanadi, keyin namgarchilik kam bo'ladi. Gul tuproq bor suvni chiqarib yuboradi, qurishi osonroq bo'ladi. Agar sizlar katta tuvakda tanlasangiz, o'shandan namgarchilik ko'proq bo'lib, suvni ko'proq olib, tomirlari chirishga olib keladi. Aglonema gulimni chiqarib olaman. Hattoki shunchalik tomiri to'lib qolganki, bu pashta 2 hafta bo'lib ketdi meni uyimga kelganiga. Qaychi kesgichni olib kel, Roziya. Qaychi? Qaysiga chiqish deyapman. Tol kesgichda. Qaychini olib kel, qaychi. Mana aka. Bu kerak emas, mana aka. Tomirlari juda ham yaxshi turibdi, ko'rib turganlaringizdek, juda ham yaxshi to'lishgan, juda ham chiroyli, xushro'y turibdi. Oppoqgina. Gullaringizga qancha mehrni bersangiz, shuncha mehr olasiz. Bir xil aytadiki, gulimni deydi, tomirlari deydi, gulimni deydi, bariklari deydi, qurib qolyapti. Bu bariklari qurib qolish tabiiy hol, chunki birinchi chiqqan nima qurib qoladi. Barik hammada bo'layotgan narsa, undan qo'rqmasalaringiz ham bo'ladi. Mana ko'rib turganlaringizda ozgina qurib qolgan joylari bor ekan, uni ehtiyotkorlik bilan boshqa tomirlarga zarar bermasdan tozalab olamiz qizlarjonlar. Qizlarjonlar, go'zallarim, sizlar istasangiz buni avaylabgina bo'lib olishlaringiz mumkin, lekin men bo'lishni istamayman. Shuni aytmoqchiman, chunki katta-katta qilib bo'linmagan gullarni uyimda ko'rishni istayman. Sekinlik bilan tozalab oldim. Hammasini shunday tozalab olamiz. Juda ham chiroyli gul, juda ham yaxshi ko'raman, juda ham mana eski aytib o'tganimdek birinchi chiqqan bariklari qurib qoladi, bu tabiiy hol bo'ladi. Va bunga o'zimizda aptekada ugul tabletkasi bor. O'sha tabletkani maydalab ezib olamiz kofemolkada. Ugul tabletkasini men universal tuproqdan foydalandim. Universal tuproqlarim mana aka juda ham zo'r, perlet, vermikullet va guruch boshog'i bor ichida. Sug'urma derdi. Sug'ur. Kofemolkada maydalab olasiz. Agar kofemolkasi bo'lmagan qizlarjonlarimiz bemalol ezib tuyib olishlaringiz mumkin. Va buni ehtiyotkorlik bilan sepamiz. Juda ham chiroyli bu gullar. Umuman chiroyli, chin chiroyli. Ochib tashlamayman. Men qizlarimga ham shu ekishlarni, gul o'stirishlarni o'rgatyapman. Hozircha katta qizlarim 3 ta kichkina qizlarim bor. Jami 6 nafar qizchalarim bor. Xudoga shukr, Allohga beadad shukrlar bo'lsinki, 6 ta qizni onasiman. Mana bu tarafiga qo'rqmasdan bemalol sepib olishlaringiz mumkin qizlarjonlarim.
mana shu nimani dorimizni ozroq tomirlariga sepib olamiz. Yangi gulchilarga tavsiyam o'g'il tabletkasini nima uchun sepganimiz sababini tushuntirib o'tmoqchiman. O'g'il tabletkasi tomirni chiritib yubormaydi hech qachon. Ozgina sepamizki, bu nimaga yaxshi? Bu tomirni rivojlantirishga yaxshi. Mana hech narsa yo'q, ozginagina tuproqdan sog'olamiz, ozgina tuproqdan sog'olganimizdan keyin yagina o'tirg'izib qo'yamiz. Ko'rinyaptimi? Ko'rinyapti go'zallarim. Tomiri chiqib qolgan bo'lsa, ehtiyotkorlik bilan solib qo'yamiz. Mana ko'rib turganlaringiz hech qanaqa 1 santimetr farq qilyapti, ko'rinyapti o'zi. Yana bir narsani tavsiya beraman. Gulni ekayotgan vaqtlaringiz qo'rqmay urib ekinglar. Chunki nimaga desangiz, oxirigacha boradi. Yaxshilab ekib olasiz. Shundagina. Mana gulimizni ekib bo'ldik. Qo'rqmay oralariga tuproqlarni kirgizib olishimiz mumkin. Manaki. Bu tuproqchasi. Mana endi go'zal bo'ldi. Juda ham chiroyli bo'ldi. Gulga mehr bersangiz, mehr beradi sizga. Qizlarga tavsiyam shuki, gulni ko'paytirib, gulga dardingizni ayting. Ikkita o'rtog'ingizga aytsangiz, uchinchi o'rtog'ingiz g'iybat hisoblanadi va sizning siringiz tarqalib ketishi mumkin. Agar gulingizga aytsangiz, sizning gulingiz dardkashingiz, sirdoshingiz bo'lib qoladi. Bugungi videolarimiz shulardan iborat. Kelgusi videomizda uchrashguncha xayr, Allohga omonat bo'linglar. Qizlarjonlar, kanalim yangi, obuna bo'lib, o'zingizda fikr va mulohazalaringizni qoldirishlaringizni so'rab qolaman. Xayr do'stlar.